Pullar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, o'tiringlar. Ya, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, opsh 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'ying. To'xtang onashka. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekan-da. Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolajon. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yeyavering. Xo'pmi? Svet nima yo'q? Voy, adasi Svet yo'q, svet o'chir. Esidan chiqib ketdi. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, a? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga bunday deyapsan? Sovchilarni olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisidan olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Uncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizda kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshni paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshni paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ishlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Satqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam emas ekansan. Tushundingmi? Yor oldimga